Voy, moyni ketishini qaranglar. Alkashlarga aroq qanday yoqsa, liga ham mana shunday yoqadi, ayniqsa rovi moy bo'lsa. Lisyanga rovi moyni bugun bir o'zim qo'yib beray. Xo'p, ko'pchilik lisyanga qancha moy ketadi, qanchada almashtirish kerak deb so'raydi. Mashinani liydi noldan oldingiz. Noldan olganingizdan keyin motorni o'zi 3000 yurganda motorni o'zi almashadi, 20000 yurganda общий siklda 20000 yurganda ikkita oldi orqa reduktor almashadi. Bir 3000 4000 yurganda bitta patechkaga bitta tagini reduktorlarni ko'rib qo'ysanglar ham zarar qilmaydi akalar. 3-7 litr moy ketadi motoriga, 1,5 litrdan 3 litr ikkita reduktor oldi orqa reduktoriga bir xil moy ketadi. Общий 2.350.000 so'm bilan 1.300.000 so'm, 1.350.000 so'm filtrlar bilan ish haqqisi bilan motor moyi bo'lsa, 1 million so'm oldi orqa reduktor ish haqqilari bilan bo'ladi. Общий 2.350.000 so'm bo'ladi. Siz o'zi necha pulga almashtirib yuruvdingiz? Kommentariyada yozib qoldiring yoki lisi bor og'aynizga jo'natib qo'ying. Qimmat almashtirib yurgan bo'lsa, mabodo kelsa almashtirib beraveramiz. Imenda roviy moydan quyish kerak, chunki shu paytgacha biron marta parod qilmagan, faqat biz roviy moydan foydalanamiz imenda lisyang uchun.